ustidagi xamirlar ham shunaqa qisir to'kilib turadigan, ichidagi sirlari cho'zilib chiqadigan burak tayyorlab ko'ramiz. Buni umuman xamir yoyish bilmaydiganlar ham tayyorlab ko'rishi mumkin, chunki bunda o'qlov, jo'va hech qanaqa moslama ishlatilmasdan qo'lda o'zida yoyiladi. Men 20 dona burak uchun tayyorlab ko'rdim. Barcha mahsulotlarni grammlari bilan kommentariyadan topishingiz mumkin. Burakimiz uchun eng oddiy xamir qorib olamiz. Xamirlarimizni 70 grammdan uzib, eritilgan sariyog'ni ustidan quyib, mana shunaqa paketlab 20 minutga olib qo'yamiz. Men ichidagi nachinkasi uchun qiymalarni qovurilgan holatda soldim, chunki xamirimiz juda ham yupqa hamda pechda juda ham kam turgani uchun agar xom farishdan foydalansa pishmay qolishi mumkin. Sir iste'mol qilishni xush ko'radiganlar ozgina ustiga sir ham qo'shib olishlarini tavsiya qilaman, chunki bu o'zgacha maza hamda cho'ziluvchanligini beradi. Bu xamirimiz universal xamirlardan hisoblanadi. Ichidagi nachinkani har kim o'z xohishiga ko'ra boshqa narsalarga almashtirishi mumkin. Doimgidek bir xil somsalardan zerikkanlar, o'zgacha ta'm qidirganlar albatta tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Birinchi marta tayyorlab ko'rishinglarni o'zida o'xshab chiqishiga hamda oshxonalarning doimiy a'zosiga aylanishiga ishonaman. Men o'zim ham buni birinchi marta tayyorlab ko'rdim. Agar qayerdadir xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsam, kommentariyada aytib ketsanglar xursand bo'laman. Retsept va ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Yetkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum.